Salom, qadrli tomoshabinlar. Yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun mo'ljallangan. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzuni ko'rib chiqamiz. Chunki bu ma'lumotlarga amal qilmaslik jiddiy moliyaviy muammolarga olib kelishi, nafaqangizni qisqartirishi yoki hatto to'xtatilishiga sabab bo'lishi mumkin. Nafaqaxo'rlarga atigi 10 kun muddat berildi. Xo'sh, nima haqida xabar berish kerak va qanday qilib muammolarga duch kelmaslik mumkin? Video oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir tafsilot muhim. Ishonchimiz komilki, bu ma'lumotlar siz uchun nihoyatda qimmatli bo'ladi. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda boshqa muhim yangiliklar o'tkazib yubormaysiz. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun nafaqa bu asosiy daromad manbai. Shu sababli nafaqa to'lash bilan bog'liq har qanday o'zgarishga o'ta jiddiy yondashish kerak. So'nggi paytlarda pensiya jamg'armasi tomonidan nafaqa oluvchilarning ma'lumotlarini yangilash va tekshirish tartiblariga sezilarli o'zgartirishlar kiritildi. Ilgari nafaqaxo'rlar hayotidagi ayrim o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasiga xabar berish uchun aniq muddatlar belgilangan bo'lsa-da, bu qoidalar ko'pincha qat'iy rioya qilinmasdi. Ba'zi hollarda pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini boshqa davlat idoralaridan, masalan, ishga joylashish holatida Mehnat vazirligi yoki EVVdan mustaqil ravishda olar edi va nafaqaxo'rning o'zi xabar berishga ulgurmaguncha yoki hatto bilmaguncha ham nafaqa to'lovi davom etaverardi. Bu esa ba'zida ortiqcha to'langan nafaqalarga va keyinchalik ularni undirish bilan bog'liq muammolarga olib kelardi. Masalan, biror nafaqaxo'r ishga joylashsa, pensiya jamg'armasi bu haqda bir necha oydan keyin xabar topishi mumkin edi va shu vaqt ichida nafaqaxo'rga noto'g'ri hisoblangan nafaqa to'lanardi. Natijada ushbu mablag'larni qaytarib olish zarurati tug'ilib, fuqarolarga ham, davlatga ham ortiqcha tashvish tug'dirardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Yangi qonunchilikka ko'ra pensiya jamg'armasiga nafaqa to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar haqida o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab aniq 10 kun ichida xabar berish majburiyati qat'iy belgilab qo'yildi. Bu muddat juda qisqa va qat'iy bo'lib, uni buzish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi nafaqa tizimining shaffofligini oshirish, ortiqcha to'lovlarni oldini olish va nafaqa mablag'laridan to'g'ri va adolatli foydalanishni ta'minlashdir. Bu endi nafaqaxo'rning shaxsiy mas'uliyatiga aylanganini anglatadi. Men bilmasdim yoki esimdan chiqibdi kabi bahonalar endi o'tmaydi. Davlat nafaqa tizimini modernizatsiya qilish va uni yanada samarali qilish yo'lida qat'iy qadamlar tashlamoqda. Shu sababli har bir nafaqaxo'r ushbu yangi talablar bilan tanishishi va ularga to'liq amal qilishi shart. Aks holda o'zingiz bilmagan holda qonunbuzarlikka yo'l qo'yib, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Asosiy qism B2. Nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi mumkin. Keling, nafaqa to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berish shart bo'lgan asosiy holatlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Bu ro'yxat siz uchun yo'riqnoma bo'lib xizmat qiladi va har bir bandni diqqat bilan o'rganishni maslahat beraman. 1. Ishga joylashish yoki daromadli faoliyat bilan shug'ullanish bu eng keng tarqalgan holat bo'lib, nafaqa to'lovlariga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'la turib, biron bir ishga rasmiy yoki norasmiy, ammo daromad keltiradigan joylashsangiz, bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Bu faqatgina to'la vaqtli ishga joylashish emas, balki qisman bandlik o'rindoshlik, shartnoma asosida ishlash, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki boshqa turdagi daromad keltiradigan faoliyatni ham o'z ichiga oladi. Nima uchun bu muhim? Chunki ba'zi nafaqa turlari, masalan, nogironlik nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, nafaqaxo'rning ishlamaslik sharti bilan tayinlanadi. Agar siz ishga joylashsangiz, sizning nafaqa miqdoringiz qayta ko'rib chiqilishi yoki umuman to'xtatilishi mumkin. Misollari, Otabek aka 65 yoshli nafaqaxo'r oilasiga qo'shimcha daromad keltirish maqsadida kichik korxonada qorovul bo'lib ishga kirdi. Uning maoshi unchalik yuqori emas edi. Shuning uchun Otabek aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berish shart emas deb o'yladi. Chunki bu uning nafaqa miqdoriga ta'sir qilmaydi deb hisobladi. Ammo yangi tartibga ko'ra u ishga kirgan kundan boshlab 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga bu haqda yozma ravishda ma'lum qilish shart edi.
Agar Otabek aka bu talabni bajarmasa va pensiya jamg'armasi bu haqda keyinroq bilsa, masalan, soliq idorasidan kelgan ma'lumotlar orqali unga ortiqcha to'langan nafaqa summasini qaytarish talab qilinishi mumkin. Tasavvur qiling, bu summa bir necha million so'mga yetishi mumkin. Va bu pulni birdaniga qaytarish Otabek akaning oilaviy byudjetiga jiddiy zarba berishi mumkin. Hatto ayrim hollarda qonunchilikni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. 2. Turar joyini o'zgartirish. Agar siz doimiy yashash joyingizni o'zgartirsangiz, masalan, bir viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tsangiz yoki hattoki bir tuman ichida boshqa manzilga ro'yxatdan o'tsangiz ham bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Nima uchun bu muhim? Chunki nafaqa miqdori ba'zida yashash hududining o'ziga xos shart-sharoitlari, masalan, tog'li hududlarda yashash uchun qo'shimcha to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, nafaqa to'lovlari sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Manzil o'zgarishi ma'muriy jihatdan pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida ham o'zgarishlarni talab qiladi. Misol, Gulnora opa Toshkent viloyatining tog'li hududida yashar edi va u yerda yashash sharoitlari og'irroq bo'lgani uchun nafaqasiga qo'shimcha to'lovlar olar edi. Keyinchalik u farzandlarining yoniga Toshkent shahriga ko'chib keldi va doimiy ro'yxatdan o'tdi. U bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Natijada u to'g'ri hisoblanmagan qo'shimcha to'lovlarni olishda davom etdi. Bu holat aniqlangach, Gulnora opadan Toshkentda yashagan davri uchun ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talab qilinadi. Uch oilaviy ahvolning o'zgarishi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar uchun. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olsangiz va qayta turmush qursangiz, bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Nima uchun bu muhim? Chunki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi odatda vafot etgan turmush o'rtog'i tomonidan boquvchi bo'lganligi va yangi turmush qurmaganlik sharti bilan tayinlanadi. Yangi nikoh tuzish ushbu nafaqa turini olish huquqingizni bekor qilishi mumkin. Misol 2. Dilorom opa turmush o'rtog'i vafot etganidan so'ng kichik farzandi borligi sababli boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olardi. Bir necha yildan so'ng u qayta turmush qurdi. Dilorom opa bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Chunki u eski tartibda bu haqda xabar berish shart emas deb o'ylagan edi va jamg'arma o'zi bilib oladi deb hisoblagan. Ammo yangi qoidalar bo'yicha u nikoh tuzilgan kundan boshlab 10 kun ichida bu haqda ma'lum qilishi shart edi. Agar bu holat ma'lum bo'lsa, unga qayta turmush qurgan kundan boshlab ortiqcha to'langan barcha nafaqa pullarini qaytarish talab qilinadi. 4. Nafaqaga ta'sir qiluvchi qaramog'idagi shaxslarning ahvolidagi o'zgarishlar. Agar nafaqangiz sizning qaramog'ingizdagi shaxslar, masalan, farzandlar, nabiralar mavjudligi sababli oshirilgan bo'lsa va ushbu shaxslarning ahvolida o'zgarish yuz bersa, bu haqda ham xabar berishi shart. Qanday o'zgarishlar? Qaramog'ingizdagi farzandning bendekash yoshga to'lishi, agar u kunduzgi ta'lim shaklida o'qimasa, qaramog'ingizdagi shaxsning kunduzgi ta'lim shaklidagi o'qishni tugatishi, to'xtatishi yoki boshqa turdagi sirtqi kechki ta'lim shakliga o'tishi, qaramog'ingizdagi shaxsning ishga joylashishi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchi shaxsning vafoti. Misol 3. Dilshod amaki nogironligi sababli nafaqa olar edi. Uning nafaqa miqdori qaramog'idagi 16 yoshli nabirasi borligi sababli biroz oshirilgan edi. Nabirasi 10 yoshga to'ldi va maktabni tugatib ishga joylashdi. Dilshod amaki bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni unutdi. Agar ushbu holat aniqlansa, Dilshod amakidan nabirasi 12 yoshga to'lgan kundan yoki ishga joylashgan kundan boshlab ortiqcha to'langan nafaqa miqdorini qaytarish talab qilinadi. Nogironlik guruhining o'zgarishi. Agar siz nogironlik nafaqasini olsangiz va tibbiy ko'rikdan o'tganingizdan so'ng sizning nogironlik guruhingiz o'zgarsa, masalan 2 guruhdan 3 guruhga o'tish yoki aksincha, bu haqda 10 kun ichida pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Nima uchun bu muhim? Chunki nogironlik guruhi nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Guruh o'zgarishi bilan nafaqa miqdori ham o'zgarishi lozim. Misol, Murodjon 2 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa oluvchi shaxs navbatdagi tibbiy ko'rikdan o'tib, uning sog'lig'i sezilarli darajada yaxshilanganligi sababli 3 guruh nogironi deb topildi. Bu uning nafaqa miqdorining kamayishiga olib kelishi kerak edi. Murodjon bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishni kechiktirib, 10 kunlik muddatni o'tkazib yubordi. Natijada
U 3 guruhga o'tgandan keyin ham 2 guruh nafaqasini olishda davom etdi. Bu esa ortiqcha to'lovga olib keldi va keyinchalik bu mablag'larni qaytarish talab qilinadi. 6. Boshqa davlatdan nafaqa olish huquqiga ega bo'lish. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va endi boshqa davlatdan ham nafaqa olish huquqiga ega bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz kerak. Nima uchun bu muhim? Ko'pgina davlatlararo shartnomalarda bitta shaxsga bir nechta davlatdan nafaqa to'lanmasligi yoki to'lanadigan nafaqa miqdorini tartibga solish belgilangan bo'lishi mumkin. Misol, Rustam aka O'zbekiston fuqarosi. Bir qancha yillar Rossiyada ishlagan va u yerda ham nafaqa yoshiga yetganligi sababli Rossiya pensiya jamg'armasidan nafaqa olish huquqini qo'lga kiritgan. O'zbekistonda u allaqachon nafaqa olardi. U Rossiyadan nafaqa ola boshlagach, bu haqda 10 kun ichida O'zbekiston pensiya jamg'armasiga ma'lum qilishi shart. Agar bu ma'lumotni bermasa, har ikkala davlatdan ham nafaqa olish natijasida ortiqcha to'lovlar yuzaga kelishi mumkin va bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Aslida kimlar xavotirlanishi kerak? Asosan yuqorida sanab o'tilgan hayotiy vaziyatlarga duch kelishi mumkin bo'lgan barcha nafaqaxo'rlar. Bu ayniqsa nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, ijtimoiy nafaqalar oluvchilar va ishga joylash imkoniyati bo'lgan yoshi kattaroq nafaqaxo'rlar uchun dolzarbdir. Har qanday shaxsiy ahvolingiz yoki moliyaviy holatingiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ta'sir qilishi mumkinligini doimo yodda tuting. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir nafaqa olsangiz va ishlamasangiz, turar joyingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, qaramog'ingizda nafaqa miqdoriga ta'sir qiluvchi shaxslar bo'lmasa va sog'lig'ingiz bilan bog'liq nafaqa turida o'zgarishlar bo'lmasa, sizning xavotirlanish darajangiz past bo'lishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, har bir nafaqaxo'r ushbu qoidalardan xabardor bo'lishi shart. Hayot kutilmagan vaziyatlarga boy. Shuning uchun hatto barqaror ko'rinadigan vaziyatda ham hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Agar nafaqa olish shartlariga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarish sodir bo'lsa, sizda 10 kunlik muddat borligini unutmang. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu qoidalarda ba'zi istisnolar va tushunarsiz jihatlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan saqlaydi. Bir asq muddatning hisoblanishi va dam olish kunlari. Aslida 10 kunlik muddatga dam olish kunlari yoki bayramlar to'g'ri kelsa nima bo'ladi? Odatda bunday hollarda oxirgi kun keyingi ish kuniga o'tadi. Ammo shunga qaramay, ma'lumot berishni oxirgi kunga qoldirmaslik tavsiya etiladi. Qanchalik tez xabar bersangiz, shunchalik yaxshi. Bu ma'muriy yuklamani kamaytiradi va pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida o'zgarishlarni kiritishga imkon beradi. Ikki asq bilmasdan bahonasi o'tmaydi. Eng katta tuzoq bu qonunni bilmaslik. Ko'plab nafaqaxo'rlar men bu qonundan xabardor emasdim yoki mengami bu haqda hech kim aytmadi kabi bahonalar bilan o'zlarini oqlashga urinadilar. Biroq amaldagi qonunchilikka ko'ra fuqarolarning qonunni bilmasligi ularni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Davlat xabardor qilish mexanizmlarini, ommaviy axborot vositalari, pensiya jamg'armasi bo'limlaridagi e'lonlar, internet resurslari ishlatadi va bu ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetkazilgan deb hisoblanadi. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r ushbu o'zgarishlardan mustaqil ravishda xabardor bo'lishi va ularga rioya qilishi shart. Kichik daromad ahamiyatsiz degan noto'g'ri tushuncha. Ba'zi nafaqaxo'rlar agar ular juda kichik miqdordagi daromadga ega bo'lgan ishga joylashsalar, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berish shart emas deb o'ylashlari mumkin. Bu ham katta xato. Qonunchilikda daromadning kattaligi bo'yicha chegara belgilanmagan. Agar siz rasman ishga joylashsangiz yoki daromad keltiradigan biron bir faoliyat bilan shug'ullansangiz, bu haqda xabar berishingiz shart. Chunki bu sizning mehnat faoliyatingiz mavjudligini anglatadi. Bu esa nafaqa turiga yoki miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ishlamaydigan nafaqa turi oluvchilar uchun har qanday rasmiy ishga joylashish nafaqa to'lovini qayta ko'rib chiqishga asos bo'ladi. Ular baribir bilib oladi degan fikr. Astirish ilgari pensiya jamg'armasi boshqa davlat organlari bilan ma'lumot almashinuvi orqali ba'zi o'zgarishlarni bilib olar edi. Endilikda yangi qoidalar bu mas'uliyatni nafaqaxo'rning o'ziga yuklaydi. Garchi ma'lumot almashinuvi hali ham mavjud bo'lsa-da, sizning shaxsan xabar berishingiz talabi qat'iydir. Agar pensiya jamg'armasi sizning xabar berishingizdan oldin bilsa ham, sizning xabar bermaganligingiz qoida buzilishi hisoblanadi. 5. Og'zaki ma'lumot berish xavfi.
hech qachon og'zaki ravishda ma'lumot berish bilan cheklanib qolmang. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda doimo yozma ariza bilan murojaat qiling va uning ikkinchi nusxasini kiruvchi hujjatlar qabul qilinganligi haqidagi shtamp bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning qoidalarga rioya qilganingizni tasdiqlovchi yagona ishonchli dalildir. Agar kelajakda biror tushunmovchilik yuzaga kelsa, siz o'z haqqingizni isbotlay olasiz. 6. Asosiy oqibatlari. Xabar bermaslikning oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Ortiqcha to'langan nafaqa mablag'larini qaytarish. Asterisk bu eng keng tarqalgan oqibatdir. Sizdan noto'g'ri to'langan barcha pullarni ko'pincha foizlari bilan birga qaytarish talab qilinadi. Bu mablag'lar bir martalik to'lov sifatida yoki kelgusi nafaqa to'lovlaridan ushlab qolish orqali undirilishi mumkin. Asterisk ma'muriy jarimalar. Qonunchilikni buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Asterisk jinoiy javobgarlik. Eng og'ir hollarda agar siz pensiya jamg'armasini ataylab chalg'itgan bo'lsangiz yoki firibgarlik yo'li bilan nafaqa olgan bo'lsangiz, bu jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Asterisk ishlash tushunchasining noaniqligi. Ishlash deganda nafaqat rasmiy mehnat shartnomasi asosidagi faoliyat, balki fuqarolik huquqiy shartnomalar, masalan, pudrat shartnomasi, tadbirkorlik faoliyati, hatto yuridik shaxs tashkil etmasdan o'z-o'zini band qilish ham nazarda tutilishi mumkin. Har qanday daromad keltiradigan faoliyatni shubhali deb hisoblab pensiya jamg'armasidan aniqlik kiritish lozim. 8. Xorijda sodir bo'lgan o'zgarishlar. Agar siz chet elda bo'lganingizda yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlardan biri sodir bo'lsa, masalan, chet elda ishga joylash yoki turmush qurish. Bu haqda O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga qanday xabar berish kerak? Bunda sizga konsullik bo'limlari yoki ishonchli vakillar yordam berishi mumkin. Eng muhimi, belgilangan 10 kunlik muddat ichida ma'lumotni yetkazish choralarini ko'rish. 9. 10 kunlik muddatning boshlanish nuqtasi. 10 kunlik muddat o'zgarish sodir bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Masalan, ishga joylashgan kun, nikoh tuzilgan kun, nogironlik guruhi o'zgargan kun. Agar o'zgarishni tasdiqlovchi hujjatni kech qo'lga kiritsangiz, masalan, nogironlik guvohnomasi, bu muddat hujjatni qo'lga kiritgan kundan boshlab hisoblanishi mumkin. Ammo bu nuanja bo'yicha pensiya jamg'armasining aniq tushuntirishlarini olish muhim. Hujjatlarni saqlashning ahamiyati. Pensiya jamg'armasiga yuborilgan barcha arizalar, bildirishnomalar va ularning kiruvchi raqamlari, shuningdek, javob xatlarini ehtiyotkorlik bilan saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvli vaziyatda sizning himoyangiz bo'ladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabinlar nima qilishlari kerak? Endi esa barchangiz uchun juda muhim bo'lgan amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Qanday qadamlar qo'yish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Bularning barchasi haqida batafsil ma'lumot beraman. Asterisk hayotingizdagi o'zgarishlarni tahlil qiling. Avvalo, so'nggi paytlarda sizning yoki qaramog'ingizdagi shaxslarning hayotida nafaqa to'lovlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar sodir bo'lgan bo'lmaganini o'ylab ko'ring. Yuqorida sanab o'tilgan har bir bandni diqqat bilan o'rganing. Agar o'zgarish sodir bo'lgan bo'lsa, u qachon sodir bo'lganini aniqlang va 10 kunlik muddat tugagan yoki tugash arafasida turganini hisoblang. 2. Kerakli hujjatlarni to'plang. O'zgarish turiga qarab sizga ma'lum hujjatlar kerak bo'ladi. Misollar, ishga joylashgan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi nusxasi, mehnat daftarchasining nusxasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma buyruq nusxasi, turar joy o'zgargan bo'lsa, pasport nusxasi yangi ro'yxatdan o'tish belgisi bilan. Kadastr hujjatlari nusxasi agar o'zgarish uyga egalik bilan bog'liq bo'lsa, oilaviy ahvol o'zgargan bo'lsa, qayta turmush qurish, qaramog'ingizdagi shaxslar bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lsa, tug'ilish guvohnomasi 19 yoshga to'lganlik uchun, maktab yoki kollejni tugatganlik haqidagi attestat, diplom nusxasi, ishga joylashganlik haqidagi ma'lumotnoma, o'lim guvohnomasi etgan bo'lsa, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasi nusxasi, nogironlik guvohnomasi nusxasi, boshqa davlatdan nafaqa oluvchi bo'lsangiz, chet eldan nafaqa tayinlanganligi haqidagi hujjat nusxasi. Ushbu hujjatlarning asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib borishga tayyor turing. Chunki ular faqatgina nusxalarni tasdiqlash uchun talab qilinishi mumkin. Asterisk qayerga murojaat qilish kerak? O'zgarishlar haqida xabar berish uchun siz o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak.
Shuningdek, ko'plab xizmatlar bugungi kunda davlat xizmatlari markazlari DXM orqali ham taqdim etilmoqda. Ayniqsa internetdan foydalanishga qiyinchilik tug'iladigan nafaqaxo'rlar uchun bu qulay variant hisoblanadi. Agar mavjud bo'lsa, siz MyBaktigov uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan foydalangan holda ham ayrim ma'lumotlarni onlayn tarzda taqdim etishingiz mumkin. Ammo bu imkoniyat har doim ham barcha turdagi o'zgarishlar uchun mavjud bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli yo'l pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilishdir. 4. Qanday ariza yozish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda o'zgarish haqida yozma ariza topshirishingiz shart. Ariza erkin shaklda yozilishi mumkin, lekin unda quyidagi ma'lumotlar aks etishi kerak. Ariza kimga? Pensiya jamg'armasining qaysi bo'limiga yo'naltirilganligi, sizning FIShingiz, pasport ma'lumotlaringiz, manzilingiz va telefon raqamingiz, siz oladigan nafaqa turi va uning raqami agar bilsangiz, sodir bo'lgan o'zgarishning aniq mazmuni, masalan 2024 yil 15 maydan boshlab Alfa MCJda ishga joylashdim yoki 2024 yil 10 iyunda Hasanova Dilnoza Farhod qizi bilan nikoh tuzdim. O'zgarish sodir bo'lgan sana. Ilovaga qo'yilgan hujjatlar ro'yxati, masalan mehnat shartnomasi nusxasi bir dona, sizning imzoingiz va sana. Ariza namunalarini pensiya jamg'armasi bo'limlaridan olishingiz yoki DXM xodimlaridan yordam so'rashingiz mumkin. Eng muhimi, yozma arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling va unda kiruvchi hujjatlar qabul qilinganligi haqidagi sana va ro'yxatga olish raqami tushirilgan shtamp bo'lishini ta'minlang. Bu sizning yagona isbotingiz bo'ladi. 5. Asliq faol bo'ling va muddatni kechiktirmang. 10 kunlik muddat juda tez o'tib ketadi. O'zgarish sodir bo'lganini bilishingiz bilan darhol harakat qilishni boshlang. Hujjatlarni to'plash va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni kechiktirmang. Oxirgi kunga qoldirish turli xil kutilmagan vaziyatlarga, masalan, kasallik, transport muammosi, pensiya jamg'armasidan navbat ko'pligi duch kelishingizga sabab bo'lishi mumkin. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, maslahat oling. Agar sizingiz biroz murakkab bo'lsa yoki qanday o'zgarish haqida xabar berish kerakligi haqida ikkilanayotgan bo'lsangiz, darhol pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va aniqlik kiriting. Sizga nafaqa masalalari bo'yicha bepul yuridik maslahatlar berilishi mumkin. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishning eng samarali yo'lidir. 7. Asq aloqa ma'lumotlarini taqdim eting. Arizangizda doimo o'zingizning aktual telefon raqamingizni ko'rsating. Shunda pensiya jamg'armasi xodimlari siz bilan bog'lanishi va qo'shimcha ma'lumotlar talab qilishi mumkin bo'ladi. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlar, esda tuting. Nafaqa tizimi har bir fuqaroning hayotiy faoliyatiga javob beruvchi dinamik tizimdir. Sizning hayotingizdagi har qanday o'zgarish, agar u nafaqa to'lovlariga ta'sir qilsa, pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida, ya'ni 10 kun ichida ma'lum qilinishi shart. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingizdir. Ushbu qoidalarga rioya qilish kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarish talablaridan va hatto qonuniy muammolardan himoya qiladi. Faol bo'ling, hushyor bo'ling va o'z huquqlaringiz hamda majburiyatlaringizni biling. Unutmang, bu sizning huquqlaringiz va farovonligingizga ta'sir qiladigan muhim masala. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va muhim savollaringizga javob berdi. Ushbu ma'lumotlarni oilangiz va do'stlaringiz bilan ulashing. Ayniqsa nafaqaxo'rlar orasida bu haqda xabardorlikni oshirish juda muhim. Ushbu video haqida o'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ehtimol sizda ham bu borada shaxsiy tajribangiz yoki savollaringiz bordir. Fikringiz biz uchun juda muhim. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda ham shu kabi qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.